Minecraft, lekin men shunaqangi mini dunyoda omon qolishim kerak. Shu karta uchun ham like bosib qo'ying. Qanunda biz videoni boshladik. Sizlar bilan Pixjon edi va bu yerga spam point qo'yib qo'ysak juda ham yaxshi bo'lardi. Xo'p, bu yer normalniy. Xo'p, birinchi qiladigan ishimizni boshlaymiz. Ya'ni biza daraxt chopamiz. Go. Okey. Bizlarning kanalimizda yaqinda 100 ta obunachi bo'ladi. 100 ta bo'lishimiz kerak. Buning uchun sizlar yordam bera olasizlar. Shunaqa zo'r videolar chiqishi uchun ham like bosib qo'ying. Qani, tezroq. Hali biz kuchayishimiz kerak-chi. Kuchayapmiz endi. Toshasiga o'tishimiz kerak. Hali biz daraxt chop bo'lmadik. Hali toshasidan hamma ursa qilyapmiz. Bo'ldi, 10 ta daraxt. Okey. Endi bularni maydalaymiz. Endi maydalasham kerak. O'z ishimni qilayotgan endi maydalaydi. Endi bu yerdan tayoqchalar yasaymiz. Bunday qilamiz. Albatta birinchi qiladigan ishimiz kirka yasash. Bolta kerak emas-ku, lekin kerak bo'lib qolishi mumkin bir kun uning ham foydasi tegadi. Qachonlardir o'sha bugun shunaqa ham mini bo'ladimi? Kichkinagina. Mayli, unga qaramasdan bu yerda tosh chiqdi, bu yerda boshqa rudalar ham bo'lishi kerak. Bu ko'mir topdik biz. Juda tez rivojlanyapmiz. Yana ko'mir. Bittadan chiqishdi. Almas. Yo, bu yer kon yamma yo. Rudalarga boshlar ekan bu yer. Kirka yasaymiz. Oh my god. Keyin ozgina fakkel ham yasab. Fakkel. Craft esimdan chiqib qolibdi-ku. Ancha paytdan beri Minecraft o'ynamay qo'ydim desam xato bo'ladi, chunki uncha ko'p bo'ladi. Obnashi temirlarni qo'y, atiga bittami? Atiga-ya? Mayli, ko'zga tushganda uchrashamiz. Bizga pechka kerak. Zudlikda. Pechkani shu yerga qo'yamiz. Bu bizani kichik bazamiz bo'ladi. Bu yerda ko'mir bor ekan. Boshqa rudalar chiqib qolishi mumkin, lekin bu yerda. Men seni ko'ra olmayman ekan. Afsuski. Okey, mana bu yerlarda ham temirlar bor ekan. Bularni ham olamiz. Bu yerda bor ekan. Mana bu yerda bor ekan. Bularni ham olamiz. Bu yerda ko'p ekan. Hammasini olamiz. What the fuck? Bularni ham olamiz. 5 ta temir. Juda ham yaxshi. Va bu yerda o'zimizga birinchi qiladigan ishimiz albatta qalqon yasash. O'zi Minecraftda qalqon eng muhim narsalardan biri bo'lib, eng muhim narsa hisoblanadi. Qalqon tayyor. Deyarli umuman ketmaydi yog'ochimizda. Endi biz kuchayib oldik, endi to'shasida ham bo'lsak bo'ladi. O'zgina mana shu yerdan narsalar olaylik, toshlar ya'ni narsalar deb mana ekan. Buncha ko'p vaqt ketmaydi. Men hozir meni ko'rib qoldim, Temirjon. Bu yerdan-chi yaqinda temir asliha bilan chiqib ketamiz. Endi nima qilyapman men? Bugun menga nimadir bo'lyapti. Bu yerda temirlar bor ekan. Temir kirik yasamoqchi maqsadim, lekin yasaymiz ekan.
Chunki bu yerda almas bor, shuning uchun yasadim. Boshqa narsa kerak men normal. Oh my god. Mayli, bularni ishlatmay turaylik, yaxshi. Endi o'zimiz uchun xizmat yonib ketadi. Nima qilyapman men? O'zimiz uchun biz oyoq kiyim yasaymiz. Men oyoq kiyim tayyor. Akkanch kanalimizga obuna bo'ling. Bu birinchi marta aytishim emas, lekin chunki ko'pchilik obuna bo'lmayapti. Obuna bo'lib qo'yinglar. Iltimos. Men kirkam asincha bo'lib turib yana kirka yasayapman ekan. Bugun o'zi menga nimadir bo'lyapti. Mayli, bularni olamiz. Nimaga meni omadim kelmayapti bugun? Rostdan omadim kelmayaptimi do'stlar? Obunachilar, aytinglar. Kommentariy yozmay qo'yganlarga ham yuzi bo'pti. Endi yozinglar-da. Mana shu portalni bo'shatib olgunimizcha obuna bo'linglar. Tezda endi dragonni o'ldirsak kerak. Mana shu temirlarni ham olsak. Keyin bu yerdagi ozgina rudalarni ham olamiz. Mayli, endi bularni qo'yamiz. Kamku bular? Qidiramizmi? Men qidirishga to'g'ri lopata yasamoqchi emasdim, yasash kerak ekan. Men kichik baza qilmoqchi edik, lekin qilmabmiz. Ketdik, endi bundan lopata yasaymiz. Lopata bizda endi bu lopata yordamida yerni olamiz. Suv bor ekan, suv toshdi dunyoga. Hamma yerda suv. Biz tezroq yutishimiz kerak. Qancha payt o'tibdi? 7 minutdan beri birgamiz. Bunun tagida-chi nimadir nit ko'rinyapti ko'zimda. Aytdim-ku, nimadir nit ko'rinyapti deb. Ketish kerak. Ketamiz. Oh my god, ko'mirni qarang. Meni ol deb yuribdi. Mayli, keyingi safar tezroq narsalarga tushunmayapman ekan. Temir topyapman. Lekin ana ko'zlarni qayerdan olish kerakligini tushunmayapman. Yana tushib ketdik, yana. Yana o'sha yerga qaytib keldim. Temir jonlarim, bittadan chiqishni davom etaveringlar. Nimaga o'zi bittadan chiqarib, yashirib qo'yilganmi? Mana shu hamma yerdan ko'lab boramiz. Bu paytda esa videoni kesaman. Qisqasi shuncha paytdan keyin anchagina ko'p temir topdim. Qancha topdim ekan? 11 ta. Menga o'ta ham ko'p ko'rilgandi bu. Temir hali bo'lishimiz kerak. My god, oh please. Better tezroq chiqishimiz kerak. Iloji boricha juda ham tez. Chiqish yo'li. Oh my god, bosgan bu yerda. Nasib kirib tushib ketadimi? Kerakda biza. Bo'ldi. Shu bor ekan. Bo'ldi. Easy. Flower hamzada
bekitamiz. Mana ertalab tushdi. Temirlarni olgani boramiz. Yana suv bosibdi. Bu yerdan temirlarni olamiz. 8 ta temir va o'zimizga broni yasab olamiz. Nima bo'lyapti? Boshga ham ishton. Mayli, ishton kerak emas. Ozgina qisqasi esimdan chiqdi. Buni qanday yasash? Hop, ozgina bitta qoldi. Va deyarli broniyali bo'lamiz. Va bo'ldi. Endi biz uni buyuk broniyalik inson deb ataylik. Mana unday deyotgancha esimdan chiqib qoldi. Ancha paytdan beri Minecraftda o'rganib qilmadim, kartalarda o'ynaganim uchun. Mana do'stlar, shu bilan ham video tugadi. Sizlar bilan Pixjon edi. Videoga like bosamiz, kanalga obuna bo'lamiz. Kanalda biz xayrlashamiz. Xayr.